Qaysi inson namozdan so'ng, har namozdan so'ng 33 marotaba subhanalloh desa, pok Parvardigoro degan, Alloh sen poksan degan. Subhanalloh deb 33 marotaba aytadigan bo'lsa, alhamdulillah deb 33 marta aytadigan bo'lsa, Allohu akbar deb 33 marotaba aytadigan bo'lsa, 99 ta bo'ldi. Fatilka 99, 99 ta bo'ldi. Va qala tamamal 100 ta bo'lishligi uchun la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir desa, gufirat khotoyahu va in kanat misla zabadil bahri. Mana shu insonning gunohlari dengizni ko'bigichalik bo'lsa agar, bitta mana shu qilingan amallari bilan hammasini Alloh taolo yo'q qilib yuboradi deyapti.